munofiq kim? Munofiq odam jannatga kiradimi, yo'qmi? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh taolo munofiqlikdan asrasin. Munofiq degani tashqarisi bilan ichi boshqa degani. Tashqarisi bilan ichi boshqa degani. Munofiqlikning asli asosi yolg'onchilik. Endi bu munofiqlikni agar iymon masalasida munofiqlik bo'lsa, iymon masalasida, e'tiqod masalasida Allohga ishondim deyapti, lekin ichida ishonmaydigan bo'lsa, bu eng og'ir munofiqlik. Munofiqlikni e'tiqodiy munofiqlik deyiladi buni. Ya'ni musulmonlar ko'payib ketgani uchun, musulmonlar kuchayib ketgani uchun, o'zi qalbida Allohga iymoni yo'q, lekin mahallaga monand, Alloh borligiga ishonmaydi masalan. Mana shu bu e'tiqod munofiqligi, bu odam jahannamning tagida qoladi. Ikkinchi tur munofiqlik, u Allohga ishonadi, lekin yolg'on gapirib qo'yadi. Yolg'on gapirgan odam ham ikki xil bu. Amallarda munofiq. To'g'ri, amaliy munofiq deyiladi buni. Yolg'on gapiradi. Masalan, tilida sizga bir narsa kelayotgan bo'lsa, qalbida boshqa narsada. Qildim deydi, qilmagan bo'ladi. Bordim deydi, bormagan bo'ladi. Beraman deydi, bermaslikning ichida tugib qo'ygan bo'ladi. Yoki va'da qilib, va'dasiga xilof qiladi. Ya'ni qasddan xilof qiladi. Qilolmay qoladi, qasddan xilof qiladi. Yoki birov bilan janjal qilsa, fujur qiladi. Fujur nohaqlik qilish. Nohaqlik qilish, ya'ni birovga qilmagan gunohini birovga yuklaydi. Sen qilding deb tuhmat qiladi. Muttahamlik qiladi. Ana shuni fujur deyiladi. To'mina xonadi. Omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Omonat qo'ysa, o'sha omonatni berganman sizga deb oladi. O'zi asli bermagan-ku. Shunaqa tashqarisi bilan ichki boshqa. Lekin mana shu amal munofiqligi narigi munofiqlikka olib borib qo'yishi mumkin. Sahobalardan birlaridan bir shogirdlari so'radi. Biz hokimlar oldiga kirganda boshqacha gapiramiz, tashqariga chiqqanda boshqacha gapiramiz deganda, Rasulullohning vaqtlarida biz munofiqlik derdik. Munofiqlikdan rosa qo'rqishgan. Munofiqlar ayniqsa shu e'tiqod munofiqligidagi odamlar eng badbaxt odamlar. Eng baxtiqaro odamlar. Allohga ishonmaydi, lekin majbur musulmonlar bilan namoz o'qishga majbur. Chunki agar musulmonlar bilan birga namoz o'qimasa, odamlar uni kofir deb o'ylaydi masalan, musulmon emas deb o'ylaydi-da. Musulmonlar zakot bersa, u ham berish kerak bo'ladi. Ya'ni hatto jihodlarga borishgan. Ya'ni jihodga ham borgan munofiqlar. O'sha joyda o'lib ketishi mumkin, lekin o'zi ishonmagan yo'lda-da. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya'ni qiyomatda eng ziyon ko'rgan odamlar. Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dunyo hayotida qilgan harakati adashgan, va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaxshi amal qilyapmiz, ya'ni biz aqllimiz deb o'ylayapti-da. Biz ya'ni juda ham oqil ish olib boryapmiz. Tashqarisidan musulmonlarni aldayapmiz, lekin ichida o'zi musulmon emas. Ya'ni siyosat qilyapmiz deb o'zi eng zarar ko'rayotganlar shular deb aytiladi Qur'onda. Xullas munofiqlikdan qo'rqilgan, kofirlarning ham pastida bo'ladi. E'tiqod munofiq bo'lgan odam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jahannamning eng qarida bo'ladi. Ya'ni ochiqcha kofir bo'lgan xristian, yahudi, buddist ulardan ham pastda bo'ladi jahannamda. Alloh asrasin.